mototsikllarni Bugatti'si ekan-ku. Bu Bugatti Diavel S. Yengisi shu apparatda $35,000 atrofida turar ekan. Bu haqiqiy italyanskiy apparat hisoblanar ekan. Vyxloplari ham titanoviy, shunaqangi bo'kirar ekan. Hozir videoga ovoz eshitilmay qolmasin deb o'chirib qo'ydim. И полный ham ko'ryapsizmi? Qanotlari ham, detallari karbon detallar qilingan. Mana radiatorlarni ko'rsangiz-chi oldidagi. Aynan o'sha mototsiklchilar bu mashinani haydashni, ya'ni shu mototsikl haydashni даже orzu qilar ekan ko'pchiligi. 17,000 probeg, kraskasi toza, 2016-yil shu apparatda tak, buni bitta ko'rgan mototsiklchilar tushunib olishadi. $15,000 ga bosib yuborsangiz bo'lar ekan. Bugatti Diavel S model bosib yaxshigina katta, mo'shni apparatlar. Adashmasam 3 sekundda 0 dan 100 gacha. 1300 mi? Ob'yom shunaqa ekan.